Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioni Islam Makhachev 4 va 5-raundlar oralig'idagi tanaffusda Habib Nurmagomedov bilan bo'lgan suhbatini ochiqladi. Final raundigacha 3 ta raundda g'alaba qozondim deb o'yladim, ammo Habib menga 5-raundni yutishim shartligini aytdi. Tushundimki, hali g'alaba naqd emas. Men 3 va 4-raundlarda tempni pasaytirdim. Shuning uchun bo'lsa kerak 5-raundda energiyam ko'proq edi, deya Makhachevning so'zlarini keltiradi. Hamon Fight ijtimoiy tarmog'idagi X sahifasi. Eslatib o'tamiz, ushbu jangdan so'ng Makhachev hisobida 29 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat bor. Islom g'alabalar sonini do'sti Habib Nurmagomedovga tenglashtirib oldi. Bu paytda bo'lsa Islam Makhachev mana shu intervyu davomida keyingi raqibi sifatida kimni loyiq ko'rishini aytdi. Braziliyalik aralash yakka kurash ustasi Carlos Prates yarim o'rta vazn toifasida rossiyalik chempion Islam Makhachevning navbatdagi raqibiga aylanishi mumkin. Uning gaplari: "O'z fikrimni aytadigan bo'lsam, Shavkat hozir jang qilmayapti. Prates esa hali ham jang o'tkazyapti, faol. Shuning uchun ehtimol keyingi raqibim Prates bo'lar. Morales ham yaxshi jangchi, ammo u jang qilganiga oxirgi marta qachon oktagonga chiqqanini hozir eslay olmayman. Agar kim bu imkoniyatga eng ko'p kim loyiq deb so'rasangiz, menimcha bu Carlos Prates", deydi Makhachev. Islam kecha bo'lib o'tgan UFC 330 turnirining markaziy jangida irlandiyalik Yan Machado Garini ochkolar hisobiga ko'ra taslim etgan. Habib Islam Makhachevning kechagi g'alabasiga ilk bor munosabat bildirdi. Uning gaplari: "Yutuq shunday so'zki, sport u alohida ahamiyatga ega. Islom va yutuq so'zlari esa sinonimdek. U ushbu sport turida erishishi mumkin bo'lgan barcha yuksak cho'qqilarni zabt etdi. UFC tarixidagi g'alabali seriyalar rekordini yangiladi va haqli ravishda oktagonga chiqqan eng buyuk atletlardan biri hisoblanadi. Alloh taolo seni doimo o'z panohida asrasin, yaxshilik va barakada saqlasin, birodar", deb yozgan Habib o'z ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Ana xolos, Dana White Islam Makhachevning mag'lubiyatini kutgan ekan. UFC promotorlik kompaniyasi prezidenti Dana White Yan Machado Gari va Islam Makhachev o'rtasidagi chempionlik jangida irlandiyalikning g'alaba qozonishini kutganini ma'lum qildi. Uning gaplari: "Makhachev Garini nazorat qildi va uni to'liq zararsizlantirdi. U jangda g'alaba qozonish uchun aynan nima qilish kerak bo'lsa, shuni qildi. Men bugungi oqshom sensatsiyasini upset bo'ladi deb hisoblagandim, o'ylagandim. Bugun kutilmagan natija bo'lishi mumkinligini sezgandim. Chunki o'rtaga shuncha narsa tikilganda, Islomning barcha rekordlari, Anderson Silvaning rekordini yangilashga urinish, shundan kelib chiqib ham bugun sensatsiya bo'lsa kerak deb kutgandim. Yen bugun yaqin ham keldi. Jang Islom uchun oson kechmaganini hamma ko'rdi", deb fikr bildirgan Dana White UFC turniridan keyingi matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz do'stlar, jang to'liq 5 raund davom etdi va Islam Makhachevning hakamlarning yaqdil qarori evaziga g'alaba qozondi. Ikki hakam Sal Adamonto va Michael Bell 49-46 hisobini Makhachev foydasiga qayd etishdi. 3-hakam Erik Colin esa jangni 48-47 hisobida Islomga berdi. Bu paytda bo'lsa Ramazon Temirov: "Duo qilib turinglar. UFC'da mag'lubiyatsiz odamlayotgan aralash yakka kurash ustamiz Ramazon Temirovning navbatdagi jangi e'lon qilingan edi. Hamyurtimiz 24-oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Abu Dabi shahrida Etihad Arenada tashkil etiladigan raqamli UFC 333 turnirida oktagonga chiqadi. Temirovga angliyalik Lone Kavana raqib bo'ladi. Hozirda Kavana ushbu divizion reytingida 6-chi, Temirov esa 7-o'rinni egallab turibdi. Uning gaplari: "Alhamdulillah xalqim, tarix yaratishimiz uchun yana bir qadam. Inshaalloh duo qilib turinglar", deya o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida UFC matbuot xizmati tomonidan e'lon qilingan xabarga munosabat deb yozib qoldirgan Temirov. Eslatib o'tamiz, Ramazon so'nggi jangini ham aynan Abu Dabida shahrida o'tkazganda 25-iyul kuni bo'lib o'tgan turnirda u avstraliyalik Steve Ergagni 1-raunddayoq texnik nokaut evaziga taslim etganda, o'sha jangdan keyin hamyurtimiz keyingi raqibi sifatida aynan o'zi singari stoykada jang o'tkazadigan Lone Kavanani ko'rishni xohlayotganini aytgandi va unga aynan UFC Lone Kavanani raqib qilib berdi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizga kommentariyada "Olg'a O'zbekiston, olg'a Ramazon, olg'a Temirov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, bugungi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.